Bugun sotuvga chiqadigan yana bitta chiroyli uchastkamizda obzorga kelganmiz. Hozir shuni sizlarga batafsil ko'rib chiqamiz. Quyi Zarqaynab Olam aro ko'chasi joylashgan ekan. Mana shu uchastkamiz bo'ladi. Uchastkamizga kirib keladigan bo'lsak, uchastkamizda mana временный 2 xonali uy solib qo'yilgan. Shlakoblovlardan ko'tarib qo'ygan, naryoqlarga beton quyib, sanuzel oshxonaga plani bor, o'sha plan bo'yicha quyib qo'yilgan. Bu yog'ida keyinchalik mana qarang, uchastkaning eng qizig'i 10 sotik tashkil qiladi. Bu yerda svet bor, suv bor, gazimiz yo'q, kommunallardan. Hujjat ishlaridan hech qanday muammolari yo'q. Uchastkamiz narx-navoga keladigan bo'lsak, 35 ming dollar narx aytyapmiz. Yana oz-moz kelishadigan joyi bor. Agar ushbu uchastkani kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, chorva qilish uchun, og'illarni qilib, chiroyli qilib, molxonani qilib, mol boqish uchun ham zo'r joy ekan. Qulay lokatsiya ekan. Lokatsiyasini yana videoning oxirida chiroyli qilib tushuntirib o'taman. Pastda telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqing, chiroyli narxlarda qilib kelishtirib beramiz. Uchastkamizda yana bitta zo'r tomoni, chorva eshigi bor. Chiqqaningizda bu tomonlari kengchilik. Do'stlar, uchastkamizning aniq manzili eski mol bozorida oldida metan zapravkadan burilib shu janjal tomonga yurganimizda chap qo'lda 3-ko'chada 7-uchastka bo'ladi. Ushbu videoni mana shunaqa uchastkasida yurgan tanishlaringiz yuborib qo'ying va albatta bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.